Hozir sizlarga menga eng ko'p beriladigan oddiy savollardan biriga javob bermoqchiman. Oddiy bo'lgani bilan, lekin inil mahsulotlarimizni tayyorlanishida bu juda ham kerak bo'ladigan ma'lumotlardan biri bo'ladi. Demak, ketdik. Birinchi navbatda savollarimiz shundan iboratki, suvni qanaqa haroratda ichamiz? Mahsulotlarni qancha suvga tayyorlab ichamiz? Va eng asosiysi, kun davomida qancha miqdorda suv ichamiz degan savollarga hozir birin-ketinlikda sizlarga javob beraman. Inil mahsulotlarimizda kollagenlarimiz, kokteyllarimiz, traynefektlarimiz va biodron, oq choylarimiz, shunga o'xshash suvga tayyorlab ichiladigan mahsulotlarimiz oddiy xona haroratidagi madanli suvlarga tayyorlab ichiladi. Ya'ni qaynab sovutilgan suvlar og'ir va o'lik hisoblanadi. Ichilgandan keyin oshqozonda yaxshi hazm bo'lmaydi. Madanli suvlarimiz filtrli suvlar yoki bo'lmasa kullerdagi suvlar va mana bunga o'xshash suvlar, magazindagi suvlar foydali hisoblanadi. Navbatdagi savolimiz esa inil mahsulotlari qancha suvga tayyorlab ichiladi? Masalan, kokteyllarimiz, traynefektlarimiz aytganimdek 200 ml suvga tayyorlab ichiladi. Oddiy xona haroratidagi suvga tayyorlanadi. Sovuq kunlarda esa tomoq og'rig'ini hisobga olgan holatda, ozgina ilitilgan holatda ichiladi. Bolajonlarga ham 150 ml larga tayyorlanadigan bo'lsa, biodronlarimizga, kattalarga esa 200 ml suvga tayyorlab ichiladi. Kun davomida esa mijozlarimizning kilosiga qarab turib 2-2,5 litr yoki bo'lmasa katta vaznlilar uchun esa 3 litrli suvlarni kun davomida ichishlarini bo'lib har soatda 1 stakandan yoki har yarim soatda yoki 1 soatda shunga qarab, yani holatiga qarab turib, pochkadagi holatlariga qarab, sog'lig'idan kelib chiqqan holatda miqdorini aniqlab beramiz.